A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. A'la suresi 9 oyadan iborat. Sabbihisma robbikel a'la. Hada saga urishtiramiz. Sabbihisma bo'lib, robbikel mana lamga urishtiramiz. Birinchisi lam, ikkinchisi alif. Birinchi a keyin ayn. A'la oxirida yoda cho'zib to'xtaymiz. Allazi xalaqa fasawwa. Allazi da boshiga o'zi a yozilmagan, lekin bu shunaqa ism a bilan boshlanadi. Agar yangi o'qiyotganlar bo'lsa, kichkina qalamda yozib olsa bo'ladi. O'chadigan narsada. Allazi ziratil bosamiz, yada 2 deguncha cho'zamiz. Ya'ni mattabiy. Allazi xalaqa xoyam qofam istilo, ya'ni yo'g'on harf, yo'g'onroq aytamiz. Xalaqa fasawwa vavda labimizni do'rda aytiramiz. Oxirdagi ya'ni yana cho'zib to'xtaymiz. Vallazi qaddara fahada. Vallazi da mana lamga urishtiryapmiz, tashdidli kelyapti. Zda til bosamiz, ya'da cho'zamiz 1-2 deguncha. Qaddara ro'yni ham tafhimligini beramiz, yo'g'onroq aytamiz. Fahada oxirida dni cho'zib to'xtaymiz. Vallazi akhrajal mar'a. Vallazi degani mana o'rtadagi alif mana o'zi och rangda yozib qo'ygandan ham bilsa bo'ladi, o'qilmaydigan harf. Zda til bosamiz. Endi movi ya'da 4-5 deguncha cho'zamiz. Mat munfasil kelyapti, chunki mat harfdan keyin orqasidan hamza kelsa, mat munfasil bo'lib qoladi. 4-5 cho'zish joiz. Ya'ni xohlasangiz 2 cho'zib qo'ysangiz ham bo'lardi, lekin 4-5 cho'zgan yaxshiroq. Vallazi akhrajal mar'a. Akhrajal xodi chiqaramiz. Rodi sal yo'g'onroq aytamiz. Mo burchak qilib chiqarib qo'ygan mim. Akhrajal mana lamda ustida sukuni turibdi. Mo keyin kelgan fatha mo mimdiki. Mo sukun ham rodiki keyin. Mar'a. Oxiridagi matni cho'zib to'xtaymiz. Faja'alahu ghusaan ahwa. Faja'alahu da mana hadan keyin kichkina faj'alahu bo'lib qolmasin. Jda ham fathasi bor. Faja'alahu qiladi. Mo vovni cho'zamiz. 2 harakat, 1-2 deguncha cho'zsa yetadi. G'usa s'dan keyin mana hamza ikkalasi bitta joyga kelgan uchun mat muttasil bo'ladi. Bu yerda 4-5 cho'zish vojib, ya'ni shart. G'usaan ahwa ayn bo'lib ketmasin. Bu ham a, bu ham a. Ahwa hadi chiqaramiz. Vavni keyin cho'zib to'xtaymiz. Sanuqri'uka qof qalqalasini beramiz. Hamzani ustida mana zamma kelyapti. E'tibor beringlar. Sanuqri'uka fala tansa. Fala lamdan keyin alif lam birga yozilgan uchun alifni cho'zamiz. Tansada ixfo kelyapti, ya'ni s ingichka harf bo'lgani uchun ixfosini ham ingichka beramiz. U ixfoda ozgina g'unnasi ham bor, ya'ni 2-3 deguncha g'unna qilamiz, keyin sni cho'zib to'xtaymiz. Tansa illa ma sha Alloh. Illa mana tashdid bilan lam kelyapti, orqasidan alif cho'zamiz. Ma'dan keyin yana alif, uni ham cho'zamiz 1-2 deguncha. Endi shada mat muttasil 4-5 deguncha cho'zish shart. Sha Alloh. Alloh lafzi fathadan keyin kelayotgani uchun o'rtadagi lami yo'g'on, ya'ni o yo'qoladi. Keyin Alloh lafzining lami doim 1-2 deguncha cho'zib aytiladi. Masha Alloh bo'lib to'xtab qolmasdan Masha Alloh deb ozgina cho'zib to'xtaymiz. Innahu ya'lamul jahra va ma yakhfa. Innahu da g'unna bor, nun tashdid bilan kelyapti. Hudan keyin mana kichkina vovcha cho'zamiz. Sizlar zo'g'roq deb qo'yadi. Buni ham 1-2 deguncha cho'ziladi. Ya'lamul ya bo'lib qolmasin. Birdaniga taqalib olmaymiz. Ozgina ichkariroq qolib kirib taqalash beramiz. Ya'lamul jahra. Mana urishtiryapmiz, lam ketdi. Keyin bu joyda o'qiymiz. Mo fatha shu joydagi. Jahra va ma mimdan keyin mana mat qo'shib yozilgan. Yakhfa
qattiq h, birinchi y o'qiladi, fatha y deki, sukun h deki. Oxirini cho'zib o'qiymiz. Yaxfa va nuyassiruka lil yusra va nuyassiruka. Hech qanaqa cho'zish, hech narsa yo'q. Prosta rodi juda yuqori aytamiz. Va nuyassiruka lil, mana birinchi lda harakati bor, ikkinchisi sukunli. Lili bo'lib qalqala bo'lib ketmasin. Lil yusra, rodan keyin mana yodi cho'zib to'xtaymiz. Fazakkir in nafa'ati zikra. Fazakkir zira til bosamiz. Raymiz qalqala bo'lib qolmasin. Inna nunning yo'liq ekan uchun sukunli nun idg'om bo'lyapti. G'unnali idg'om bo'lgan uchun 4-5 deguncha ushlab turamiz. Inna fa'ati zikro, zga urishtiramiz. Keyin sifatini beramiz. Zikro, rodi ham ozgina cho'zib to'xtaymiz. Sayazakkaru man yaxsha, z tashdidlik til bosamiz. May sukunli nun ya harfiga yo'liqqan uchun bu ham idg'om g'unnali bo'lyapti. Kirgizamiz. Tashdidi borga o'xshatib i plus yana ushlab turamiz 4-5 deguncha g'unna berib. Man yaxsha birinchisiga, ikkinchisi xo. Oxirini cho'zib to'xtaymiz. Va yatajannabuhal ashqa. Yatajannabuhalda mana nun yana tashdidli kelyapti. G'unna to'liq beramiz. 4-5 deguncha ushlab turamiz, ya'ni yatajannabuhal ma oxirdagi ma pastga bunday tushirib yozilgan ha, yumshoq ha. Buni mollamga urishtiramiz. Hal ashqo, mana ikkinchi alifni asini o'qiymiz. Ini oxirini cho'zib to'xtaymiz. Allazi yaslan narol kubra. Allazi yana bega mana fatha berib o'qiymiz. Zira til bosamiz, yod cho'zamiz. Yaslan sot sukun beramiz. Yaslan narol urishtirib olamiz. Nunga o'rtadagi alif o'qilmaydi. Endi nun tashdidli kelgan uchun g'unna qilib ushlab turamiz. Yaslan narol, nundan keyin alifni cho'zamiz. Kubro, bda qalqalasini berib oxirini yana cho'zib to'xtaymiz. Summa la yamutu fiha va la yahya. Summa degan tashdidli mim kelgan uchun ushlab turamiz. Summa deb, la deb 1-2 deguncha cho'zamiz. Yamutu da yana m'dan keyin ham mana vov kelyapti, uni ham cho'zamiz ozgina. Fiha, fi ham cho'zamiz, ha ham cho'zamiz. Ikkalasi ham 1-2 deguncha, faqat mattabi xolos. Fiha va la, bunda ham xuddi shunaqa 1-2 deguncha cho'ziladi. Yahya, mana birinchi ya, keyin ha. Sukun ha deki. Keyin yana ma fatha ya deki cho'zib to'xtaymiz. Yahya qad aflaha man tazakka. Qad dedi qalqala bor. Aflaha, af deganda fda sukunini beramiz. Ya'ni tepadagi ro'paradagi anaqa quyonch deb qo'yadi. Shu tishimiz pastki labimiz o'rtasiga tegsa, fda sukuni chiqadi. Aflaha man tazakka. Man deganda ixfo kelyapti, tga nunni yashiramiz. Ingichka ixfo qilamiz. Man tazakka. Oxirini cho'zib to'xtaymiz. Va zakara isma robbihi fasalla. Va zakara, zada til bosamiz, rodi yuqori aytamiz, sga urishtiramiz. Va zakara isma robbihi, mana hdan keyin mana movi hda kallasiga o'xshab yozilgan, bu yo. Yo'da boshqacha ko'rinish, ya'ni mat qilib yozilgan bu yerda. Cho'zish bo'lib. Robbihi 1-2 deguncha cho'zib qo'yamiz. Fasalla, lamdan keyin yana mana alif kelyapti, uni ham cho'zamiz. Fasalla. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Bal qalqala bo'lib qolmasin, e'tibor beringlar. Tu'thirunalda t'dan keyin hamza bor. Mana hamzasini beramiz. Tu'thiru, rodan keyin cho'zish bor.
tu'thirunal lamga urishtiramiz. Hayatad dunya, hayatadan keyin mana vov o'qilmaydi. Ya'ni bu vov yozilgani bilan alif o'qiladi. Chunki ustida mana kichkina alifning belgisi bor. A qilib cho'ziladi. Hayatad ga urishtiramiz. Dunya yerda cho'zib to'xtaymiz. Wal akhiratu khayrun va abqa. Wal akhiratu bilan lamga urishtiryapmiz. Undan keyin mana o'rtada hamza turibdi. Hamzani ustidagi ad o'qiymiz, undan keyingi alif matga aylanadi. Ya'ni cho'zamiz. Wal akhiratu khayru. Ro ustida tanvin kelyapti. Tanvin vovga yo'liqqan uchun idg'om bo'lyapti. Kirgizamiz va ushlab turamiz. Khayru va abqa. Vabqa bo'lib qolmasin. Va abqa alifning ustida chunki a bor. Bd qalqalasini beramiz. Oxirini sal uzoqroq cho'zamiz. Abqa. Inna hada la fi suhufil ula. Innani tashdid bilan kelgani uchun g'unnasi bor. 4-5 deguncha ushlab turamiz. Hada hdan keyin alif mat kelyapti. Zdan keyin ham kelyapti. Ikkalasini ham cho'zamiz. Hada la fis urishtiramiz. La fis suhufil buni ham urishtiramiz. Keyin bu ud o'qiymiz. Ya'ni alif ustidagi ud. Ula vovni 1-2 deguncha cho'zamiz. Oxirini ham cho'zamiz. Ula suhufi Ibrohima va Musa. Suhufi Ibrohima. Bda qalqala bor. Rodan keyin mattabiy bor. Hdan keyin ham mattabiy bor. Ibrohima ozgina cho'zamiz. Va Musa mimdan keyin ham vov mat bor, sdan keyin ham bor. Va Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma robbikal a'la. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العلي العظيم. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa boshqalarga ulashishni unutmanglar. Ozgina videolarim orasi uzoq qoldi. Inshaalloh bundan buyog'iga davomiy bo'lishga va tezroq videolar chiqarishga harakat qilaman. Kommentariyalarda Baqara surasidan ham so'rashibdi. Xudo xolasa u tomondan ham qo'yib borishga harakat qilamiz.